Assalomu alaykum hammaga. Kanalim kuzatuvchilari, mana bu turkchamizni bosh qismini to'qiymiz. Unda vaqtni ketkazmasdan ishni boshlab olamiz. Kommentariy yozib turgan, o'z fikrlarini bildirib turgan hammaga kattakon rahmat. Avvalo mana shu sariq rangdan boshlaymiz boshini. Albatta o'tgan safar ko'rsatganimdek, o'sha kaltso amigurumi asosida boshlaymiz. Aylantirib olamiz. O'chog'imizni bunaqa qo'yib, mana bundan tortib olamiz. Mana. Endi bu kalta ipimizni tortamiz. Ozgina bo'lsa ham kichraydi. Endi mana shu aylananing ichiga 6 ta ilmoq tiqib olamiz. Hali bir bo'lmadi, endi birinchini to'qiymiz. Mana endi bir bo'ldi, mana. 2 3 4 5, voy. 5 va 6-ilmoq mana. Endi mana bu kaltani tortamiz, mana bu aylana holatiga keladi. Mana. Endi bu bosh bilan bu boshni birlashtiramiz. Videoni ozgina yaqinroq qilib olaylik hozir. Mana boqsam, sizlarga ko'rinish qulay bo'lar ekan. Mana shaklda to'qiymiz. Mana bu birinchi ilmog'imizga. Albatta boshi ozgina qiyinroq bo'ladi, keyin u yog'i oson bo'lib ketadi inshaalloh. To'qib olamiz. 1 ilmoq, 2 ilmoq. O'tgan safar o'rgatganimdek 6 ta ilmoqni 12 ilmoqqa aylantiramiz. Ya'ni har bir ilmoqqa 2 tadan to'qiymiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 va 11 12. Mana birinchi qatorini ham to'qib oldim. Endi ikkinchi qatorini to'qiymiz. Esinglarda bo'lsa, ikkinchi qatorda bitta ilmoq va keyingisi ikkita ilmoq. Ya'ni mana shu qatorimiz oxirigacha 12 ta ilmog'imizni 18 ta ilmoqqa aylantirishimiz lozim. Buning uchun nima qilamiz? Avval bitta ilmoq, keyin ikkita ilmoq, yana bitta, yana ikkita, bitta, ikkita. Shu shaklda ko'paytiramiz. Hozir ikkita ilmoq to'qidim. Endi mana bu yerga bitta ilmoq to'qiyman. Endi keyingisiga yana ikkita ilmoq to'qiyman. 1 2. Keyingisiga yana bitta ilmoq to'qiyman. Keyingisiga yana ikkita ilmoq to'qiyman. Shu shaklda mana bu oxirigacha to'qib kelamiz. Mana oxirgisiga keldim. Endi oxirgisini ikkita ilmoq bilan tugatamiz. 1 2. Hisob bo'yicha hozir menda 18 ta ilmoq bo'ldi. Endi buni 24 ta ilmoq qilishimiz lozim. 18 ni 24 qilishimiz uchun nima qilamiz? Qaranglar. Birinchi bitta ilmoq, keyin ikkita ilmoq va mana bu uchinchidan 2 ilmoqni to'qiymiz. 1 2. Yana shu shaklda davom etamiz. 1 ilmoq, keyingisiga ham 1 ilmoq va undan keyingisiga 2 ilmoq to'qiymiz. 1 2. Shu shaklda mana bu oxirigacha to'qib kelamiz. Bitta ikkita oddiy ilmoq, uchinchisi ikkitalik. Bitta ikkita oddiy, uchinchisi ikkitalik. Mana bu qatorni ham to'qib tugatdim. Endi yana bir qator shunaqa ko'payib olamiz va undan keyin oddiy to'qishda davom etamiz. Qaranglar. Bu qatorda ham endi hozir bizda 30 ta ilmoq hosil bo'ldi. Endi buni 36 ta ilmoq qilishimiz kerak. Qaranglar, buning uchun nima qilamiz? Boyagiga o'xshab ketadi, faqat bitta orttirma ortadi. 1 2 3 4 ta oddiy ilmoq va mana bu 5-inchisi ikkitalik. Buni sxemasini ko'pchilik tushunib oldi menimcha. O'zi juda ham oddiy. Mana shu kattalashish uchun qo'shib boraverasiz. 1 2 3 4. Endi bu yerda yana ikkitalik. 1 2. Mana. Yana shu shaklda qator oxirigacha to'qib kelamiz. Mana men to'qib keldim. Endi bizda hozir 36 ta ilmoq hosil bo'ldi. Endi bu 36 ta ilmoqni bir xil shaklda o'zgarmasdan 5 qator to'qiymiz. Oddiy hech qanday orttirma qilmasdan, hech qanday ko'paytirmasdan yoki kamaytirmasdan 5 qator to'qiymiz. Qatoringizni tugaganini bilish uchun shunaqa belgi qo'yib keting. Hozir bitta aylanib kelaman, bir qator, yana bitta aylanib kelaman, ikki qator, shu shaklda 5 qator to'qiymiz. Mana yana 5 qator to'qib oldim. Shu ko'rinishga keldi. Endi bunga bitta qaraymiz. Qarasak, yana bir 2 qator to'qishimiz kerak, chunki oqi ozgina kamroq, sarig'i ko'proq. Demak, yana 2 qator shu shaklda to'qiymiz. Hech qanaqa orttirmasdan, ko'paytirmasdan yana 2 qator to'qiymiz. Mana yana 2 qator to'qib oldim. Endi bemalol oqni ulasak ham bo'ladi. O'tgan safar ko'rsatganimdek, mana buni orqaga qaytarib turib, tasini olib olib, endi oqni ulaymiz. Endi bizga sariq kerak bo'lmaydi, shuning uchun uni bemalol qilsak bo'ladi. Sariqni tortib, oqni ham tortib, qaytarib olamiz. Va endi yana to'qishda davom etamiz. Bu yerda endi bitta orttirish qilasizlar. Ya'ni hozir bu yerda 36 edi, bu yerda 36 ga yana 6 ni qo'shib 42 ilmoq qilamiz. Buning uchun nima qilamiz? 1 ilmoq, 2 3 4 5. Boya 4 ilmoq birta ko'paytirish qildik. Endi 5 ilmoq bir ko'paytirish qilamiz. 5-dan keyin 6-ni bittalik qilamiz. Mana.
Shu shaklda davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 ilmoq, 6-chini ikkitalik. 1 2. Yana shunaqa davom ettiramiz. 1 2 3 4 5 ilmoq, 6-chisini ikkitalik. 1 yana shu yerga yana bitta. Mana shu shaklda oxirigacha tiqib kelamiz. Mana tiqib oldim. Endi bu yerda hozir ko'zchalarni o'rnatib ketishimiz kerak. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'zlari oqdan bitta yuqorida. Demak, mana shu yerga ko'zchalarni o'rnatib ketsak bo'ladi. Men bu o'yinchoqda ko'zlarni bitta tikkanman. Bitta ko'zcha qistirmoqchiman. Buni qanday qistiriladi hozir ko'rsataman. Mana bunaqa ko'zchalardan foydalanamiz. Bunaqa qo'ysam, qo'yib ko'rasizlar qaysi to'g'ri keladi. Menimcha bu ozgina kattaroq bo'lib qoldi yoki bo'larmi? To'g'ri ham kelsa kerak. Kelinglar, shu ko'chadan qo'yib ko'ramiz. Hozir buni bunaqa qistirgandan keyin orqasini mahkamlash kerak. Mana shunga o'xshagan mahkamlagichlari bo'ladi. Bunaqa qo'yib, mana bosasiz. Mana. Bunaqa mahkam bo'lib qoladi. Endi bu yerdan yana bitta shunaqa qilamiz. Mana shunaqa shaklda bo'ladi. Endi bu oq bilan yana 5 qatorcha to'qiymiz. Oqda 5 qator to'qilsa ketadi. Hech qanaqa ko'paymasdan, o'zgartirmasdan 5 qator to'qiysizlar oqda. Mana belgichani qo'yamiz. Va to'qishda davom etamiz endi. 5 qator. Bu birinchi qator edi, bundan keyin 5 qator. Mana 5 qator ham to'qib oldim. Endi buni kichraytirib boshlaymiz. Qaranglar qanaqa kichraytiramiz, hozir ko'rsataman. 1 ilmoq, 2 ilmoq, 3 4 5. Esinglarda bo'lsa biz 5 ilmoq to'qib bitta ko'paytirish qildik oxirida. Endi shu shaklda 5 ilmoq to'qiymiz va bitta qisqartirish qilamiz. Qarang. 1 ikkitasini olib bittada tortamiz. Mana bir qisqardi. Shu shaklda yana davom ettiramiz. 1 2 3 4 5. Endi mana buni qisqaramiz. Mana. Buni qisqardik. Mana qisqarib keldim. Ozgina bo'lsa ham qisqara boshladi. Endi ichiga sinchifon solamiz. Mahkam solmasdan ozginroq qilib solamiz. Bekitish davomida yana solib to'ldirib ketaveramiz. Mana shu shaklda chala bo'lsa ham to'ldirib olamiz. Endi yana to'qishda davom ettiramiz. Boya 5 ilmoq bir qisqartirish qildik. Endi 4 ilmoq bir qisqartirish qilamiz. Qaranglar. 1 2 3 4. Endi bir qisqartirish. Bu shaklda davom etamiz. 1 2 3 4. Yana qisqartirish qilamiz. Qator oxirigacha shunaqa qisqartirib to'qib kelamiz. Mana bu qatorni ham tugatib oldim. Shu shaklda yana davom ettiramiz. Keyingi qatorda endi 3 ilmoq bitta qisqartma qilamiz. 1 2 3 ilmoq bitta qisqartma. 1 2 3 ilmoq bitta qisqartma. O'rtasilar mahkam bo'lib yopishadi. Yumshoq to'qisanglar ochilib qoladi orasi. Shuning uchun mahkamroq to'qishga harakat qilinglar. Belgigacha to'qib kelamiz. Mana bu qatorni ham tugatdim. O'yinchog'imizni bosh qismi shu ko'rinishga keldi. Endi yana ozgina sinchifon solib, mana bu ochiq joylarini ham to'ldirib olamiz va yana bir qator to'qiymiz. Shu bilan to'qishimizni tugatamiz. Endi hozir yana bir qator to'qiymiz. Shu bilan tugatamiz keyin inshaalloh. Ohangini tortib olamiz. Yana belgichamizni qo'yib. Endi bu safar 1 2 ilmoq va qisqartma. Tortib to'qiysizlar bu qatorini. Shunda mahkam bo'ladi. 1
2. Endi sinchifon solgandan keyin ozgina to'qish noqulayroq bo'ladi, lekin hech qisi yo'q. 2. Bitta qisqartma. Mana tortib to'qiymiz. Mana shu shaklda bo'ladi. Endi buni hozir mana bu ko'zlarga ozgina shakl berib olamiz. Shaklda bo'ladi. Ipimizni sal uzunroq qoldirib turamiz. Chunki tortib yana bir igna bilan tikib olishimiz kerak, mahkam bo'lishi uchun. Shuning uchun ipimizni uzunroq qoldirdim. Hozir avval mana bu ko'zlarga shakl berishni o'rgataman. Mana bu sariq bo'lsa, sariq ipdan o'tkazasiz. Agar oq ipda bo'lsa, oq ipdan o'tirib olasiz ipingizga. Menda hozir sariq, shuning uchun sariq ipdan o'tkazib olaman. Mana 2 qatli qilsanglar mahkamroq bo'ladi. Shuning uchun 2 qat qilamiz. Qilamiz. Endi qaranglar, shu yer ozgina muhimroq. E'tibor qilib nima qilasizlar? E'tibor qilib tikishga harakat qilasiz mana shu yerlarini. Mana yonginasidan chiqarib, mana bu yerda ozgina qolishi kerak. Mana shunaqa bo'lib. Endi mana bu yerdan mana boydan tortamiz. Mana bu ustida qolib ketmasin, pastiga tushsin. Mana shunaqa bo'lib. Mana buni tagiga kirib ketadi keyin. Tortganlarga mana. Shunaqa shakl hosil bo'ladi. Bu yog'ini ham shunaqa qilib olamiz keyin. Endi buni mana buni qirqib, mana bu ikkitasini boylaysizlar. Ichida qolib ketadi. Ko'rdingizmi? Shakl berilgan bilan shakl berilmaganning farqi. Endi hozir bunga ham shu shaklda shakl berib olamiz. Ko'zchalarimiz ham tayyor bo'ldi mana. Endi mana bu burunchasini to'qiymiz. Mana bu oq joyini. Undan avval mana shu bo'ynini ozgina joytirib olaman. Mana bunaqa qilib hozir tikib olamiz, mahkamroq qilib, tortib. Qamishni qirqsak ham bo'laveradi. Mana. Bosh qismi ham tayyor bo'ldi. Hozir mana bu burunchasini to'qiymiz. Oq ipni olib, yana qardongidek aylantirib, kalso amigurumi asosida 6 ta ilmoq to'qib olamiz. 5 6. Bu meni soatim. E'tibor qilmaysizlar, shunaqa qilib xabar qilib turadi har soatda. Mana endi bu 6 ilmog'imizni 9 ilmoq qilamiz. 12 emas, 9 qilamiz. Buni qanday qilamiz? Qaranglar. Birinchisini bir ilmoq to'qidim, keyingini ikkitalik to'qiyman. 1 2, keyingisi yana bir ilmoq. Keyingisi yana 1 2, keyingisi yana bir ilmoq. Va oxirgisi 12 talik. Mana bizda 9 ta ilmoq hosil bo'ldi. Endi buni bir qator to'qiymiz. O'zgarmasdan 9 ta ilmoqni o'zini to'qiymiz. Tortib to'qinglar, yumshoq bo'lib qolmasin. 3 4, mana 9 ilmoq bo'ldi. Endi yana ko'payamiz. Qaranglar. 1 2 qilib bir ilmoq ko'payamiz. Mana bu yerga ikkitalik to'qiymiz endi. Mana shu kichkina detallari ozgina qiyinroq bo'ladi. Kichkina detallari asosida chiroyli chiqadi. 1 2, endi yana ikkitalik to'qiymiz. 1 2. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, videoni orqaga qaytarib, qayta ko'ring, albatta tushunib olasiz. 1 2 va oxirgisi ikkitalik. Mana. İçiga ozgina sinchifon to'ldirib olinglar, shaklini yo'qotmay turishi uchun. Shuncha ham yetarli.
Mana. Mana to'qib keldim. Shu shaklda yana 2 qator o'zgarmasdan to'qiymiz. Shu bilan buni ham tugatamiz. Endi shu shaklda yana bittani shunday qilib to'qib olasiz. Buni ozgina uzunroq qoldirib qirqamiz, chunki hozir bu quloqni bu yerga tikishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa shaklda hozir buni bu yoqqa tikishimiz uchun. Mana bosh qismi shunaqa shaklda bo'ladi. Quloqlarni ham shunday qilib tikib olamiz. Keyingi qismda inshaalloh hamma joyini qo'llarini birlashtirib, bus-butun qilib tikishni o'rgataman. Videomni ko'rgan bo'lsangiz, hammaga rahmat. Tushunmagan joylaringizni kommentariyada so'rang.